Behbudiy Turkiston ijtimoiy-siyosiy harakatchiligining eng yirik namoyandasi. Yangi davr o'zbek madaniyatining asoschisi edi. Siyosiy ijtimoiy faoliyati va bilimining kengligi jihatidan Turkistonning o'sha vaqtdagi jadidlaridan unga teng kela oladigani yo'q deb o'ylayman. Fayzulla Xo'jayev. Mahmudxo'ja Behbudiy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti tarixida birinchi o'rinni olurg'a loyiq zotdir. Hoji Muyin. Behbudiy tariximizning murakkab bir davrida yashadi. 16-asrdan boshlangan inqiroz avj pardasiga chiqqan, o'zaro janjal nizolar millatni holdan toydirgan, imkondan foydalanib o'lkani zabt etgan Rossiya zo'r berib uni turg'un va tutqun saqlashga urinar edi. Mana shunday bir sharoitda millatni va vatanni butunlay yo'q bo'lish xavfidan asrab qolish, avlodlarni erk va ozodlik, mustaqillik ruhida tarbiyalash, ma'rifat va taraqqiyotga boshlash jadidlar nomi bilan tarixga kirgan Behbudiy boshliq fidoyilar zimmasiga tushdi. Behbudiy 1875-yil 19-yanvarda Samarqand yaqinidagi Baxshitepada ruhoniy oilasida tug'ildi. Otasi Behbudxo'ja Turkistondan mashhur Ahmad Yassaviy avlodlaridan. Ona bobosi Niyozxo'ja asli Urganchlik. Yosh Mahmudxo'janing tarbiyasida tog'asi Qozi Muhammad Siddiqning xizmati katta bo'lgan deydilar. Xullas, u qisqa muddatda mirzolikdan qozi, so'ng muftiylikkacha ko'tarildi. 1897-yilda Ismoilbek Gaspirali Samarqandga keladi. Har ikki mashhur ma'rifatchi orasidagi do'stlik va hamkorlik 1914-yil Ismoilbek vafotiga qadar davom etdi. Ular o'zlarining bir vaqtlardagi yuksak sha'nu shavkatini yo'qotib, Rossiyaga qaram bo'lib qolgan va hukmron millatning tazyiqi bilan kun sayin o'zligini yo'qotishga mahkum qilingan turkiy xalqlarga najot izladilar. Ayniqsa Turkiston, xususan Buxoro va Xiva dunyodan butunlay uzib tashlangan edi. Behbudiy va uning do'stlari 90-yillarning oxiridan usuli jadid maktablari ochishga kirishdilar. Mashhur Munavvar qori Abdurashidxonov, samarqandlik shoir va murabbiy Said Ahmad Siddiqiy, Abdulla Avloniy, Tavallo, Mirmuhsin Shermuhammedov yangi maktab g'oyasining hassos targ'ibotchilari edilar. Rajabamin qishlog'ida Abdulqodir Shakuriy yangi maktab ochdi. Afsuski bu maktab binosi saqlanmagan. Uning izlari qolgan xolos. Shakuriy maktabini 1908-yilda Behbudiy Samarqandga ko'chirib keltirgani ma'lum. Shakuriy nomidagi hozirgi 11-son maktabga o'shanda asos solingan. Behbudiy bu maktablar uchun darsliklar yozdi. Bular yangi maktablar uchun tuzilgan birinchi darsliklar edi. Bular hali kifoya emas. Millat bolalarini taraqqiy topgan shaharlarga o'qishga yubormoq kerak. Ma'rifat uchun birgina maktab kifoya qilmaydi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq kerak. Millat va vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo'lmoq kerak. Buning uchun teatr zarur, matbuot zarur. Padarkush shu tariqa maydonga keldi. U jaholat va nodonlik haqida edi. O'qimagan bolaning buzuq yo'llarga kirib, o'z otasini o'ldirgani haqida edi.
Keksa aktyor Sobir Vohidov xotirlashicha, Padarko'sh mana shu binoda qo'yilgan. O'z vaqtida 2 qavatli bo'lgan bu bino Hurriyat uyi deb atalgan. Spektakl Behbudiy zamondoshlariga chaqmoqday ta'sir qildi. Abdulla Qodiriy Baxtsiz kuyov degan asarimni qanday yozib yuborganimni bilmay qoldim degan edi. Toshkentdagi Turon truppasi 1914-yil 27-fevralda Kalizeyda o'z faoliyatini mana shu asar bilan boshlagan edi. 1913-yilda Behbudiy tashabbusi bilan Samarqand gazetasi tashkil topdi. So'ng Oyna jurnali dunyo ko'radi. Millat uchun oyna kerak edi. Husn-u kamolini ham, ayb va qusurini ham ko'rsatadigan, ro'yi rost ko'rsatadigan oyna kerak edi. Jurnalda e'lon qilingan ilk maqolalardan biri 2 emas, 4 til lozim deb nomlangan edi. Ikkinchi biri har millat o'z tili ila faxr etar deb nomlangan. Buyuk ma'rifatchi o'z oilasida ham bunga qat'iy amal qilgan. Qizi Parvin Behbudiy rus, fransuz tillaridan xabardor edi. O'g'illaridan Mas'udxon Behbudiy tarjimonlik bilan shug'ullangan. Bevaqt vafot etgan Maqsudxon iste'dodli geograf bo'lganini naql qiladilar. Oynaga qaytamiz, sahifalarni varaqlaymiz. Ayniqsa jurnal tarixga, o'zlikni anglashga katta e'tibor berdi. 1917-yil mardikorlik voqealari xalqimizning ko'zini ochdi. Mustaqillik, hayot va taraqqiyot uchun suv va havodek zarur ekanligini his etdik. Xalq uyg'ondi. Ko'p o'tmay Rusiyada 300 yillik Romanov taxti saltanati barham topdi. Voqealar shiddat bilan kechdi. 25-oktyabrda bolsheviklar hokimiyatni egalladilar. Yangi hukumatning eng katta va'dasi millatlarning o'z taqdirlarini o'zlari xohlaganlaricha belgilashlari haqida edi. 1917-yilning 26-29 noyabrida Qo'qonda o'lka musulmonlarining 4-favqulodda qurultoyi chaqirildi. Behbudiy hayajonli nutq so'zlaydi. Turkiston muxtoriyati e'lon qilinadi. Fitrat muxtoriyat e'lon qilingan 27-noyabr tunini Milliy Laylatul Qadrimiz deb ataydi. Biroq muxtoriyat sho'rolar tomonidan xoinona bostirildi. Behbudiy Toshkentga keladi. Sho'rolar bilan muzokara olib borishga urinadi. Tabiiyki, muzokaralar natija bermaydi. Buni u bilardi. Millatni, milliy taraqqiyotni inkor etgan sho'rolar yo'li aldov va zo'ravonlikka asoslanganini bilardi. Bu haqda yozgan edi. 1906-yildayoq uni aql va shariatga zid deb e'lon qilgan edi. 1919-yilgi Behbudiy qatlidan boshlangan istiqlol jarchilariga qarshi qonli kurash 50-yillarning boshigacha davom etdi. Ular orasida Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy kabi tarix har zamonda in'om etadigan dohiy san'atkorlar ham bor edi. Bugun ular muqaddas tutgan yurt ozod va mustaqil bo'ldi. Ular jon fido etgan istiqlol ularning avlodlariga nasib etdi.